Kreditlarni 21 kunda uzish duosi. Allohim, zimmamdagi kredit va qarzlarni sen bilasan. Ularni halol, oson va barakali yo'llar bilan uzishimga yordam ber. Mehnatimga baraka ber. Daromadimni tartibli va foydali qil. Meni noto'g'ri qarorlardan asra. Har bir qadamimni to'g'ri yo'lga sol. Qalbimdagi qo'rquv va bezovtalikni ketkaz. Ichimga xotirjamlik, ishonch joylashtir. Bugun va kelajakda kreditni yopishimga sabab bo'ladigan eng to'g'ri va foydali imkoniyatlarni och. Menga sabr, qat'iyat va donolik ber. Mas'uliyatimni mustahkamla. Qarzdan xoli bo'lish yo'lida meni yengillik va baraka bilan yetakla. Aynan mana shu duolardan keyin affirmatsiyalarni ayting. Men qarzlarimda halol va barakali yo'l bilan uzayapman. Mening moliyaviy holatim kundan kunga yaxshilanib bormoqda. Menga foyda keltiradigan imkoniyatlar osonlik bilan ochilmoqda. Men to'g'ri yo'ldaman. Allohim menga halol daromadlarni yetkaz. Agarda siz kreditlardan qutulishni istasangiz, kreditdan qutulish metodikamizni sizga bepulga beraman. 7 kunlik ushbu metodikada siz ajoyib amaliyotlarni olasiz. Agarda bepul olishni xohlasangiz, kommentariyaga kredit so'zini yozib qoldiring. Kreditlarni 21 kunda uzish duosi. Allohim, zimmamdagi kredit va qarzlarni sen bilasan. Ularni halol, oson va barakali yo'llar bilan uzishimga yordam ber. Mehnatimga baraka ber. Daromadimni tartibli va foydali qil. Meni noto'g'ri qarorlardan asra. Har bir qadamimni to'g'ri yo'lga sol. Qalbimdagi qo'rquv va bezovtalikni ketkaz. Ichimga xotirjamlik, ishonch joylashtir. Bugun va kelajakda kreditni yopishimga sabab bo'ladigan eng to'g'ri va foydali imkoniyatlarni och. Menga sabr, qat'iyat va donolik ber. Mas'uliyatimni mustahkamla. Qarzdan xoli bo'lish yo'lida meni yengillik va baraka bilan yetakla. Aynan mana shu duolardan keyin affirmatsiyalarni ayting. Men qarzlarimda halol va barakali yo'l bilan uzayapman. Mening moliyaviy holatim